Meni yoqtirasanmi? Agar men buni ichsam, sen bilan uchrashamizmi? Birinchi sevgining boshlanishi. O'sha kuni bizning munosabatlarimizning birinchi kuni edi. Keyin u 17 yoshda Hogohining birinchi sevgisi. Bugun bizning 100 kunlik yubileyimiz. Bu nima? Sovg'a. 100 kun bo'ldimi? Yana bir narsa bor. Imtihonlarim deb esimdan chiqibdi. Voy, bu men xohlaganimdek qayerdan bilding? Buni sizning Instagramingizda ko'rdim. Sizga mos keladi, to'g'rimi? Ha, juda mos. Eshitishimcha birovga oyoq kiyim olib bersang, u qochib ketar ekan. Ularni kiyib siz ham qochib ketmang-a. Qoyil. Ular juda chiroyli. Bitta o'rta maktabga borsak yaxshi bo'lardi. Bu juda yomon. Unchalik emas. O'rta maktabga borsak nega xiyonat qilmoqchimisan? Nima deyapsan? Bugun bu yerdagi so'nggi kunimiz, keling rasmga tushamiz. Xo'y, kelinglar rasmga tushamiz. Men ham xohlayman. Mayli, men 3 gacha sanayman. 1, 2, 3. Ungacha 17 yoshimdagi sevgim asaldek shirin edi. Chiqib ovqatlaning. Voy, buni qaranglar. Xo'y, katta akang birinchi. Axir farzandingiz bitta emas-ku. Men o'g'limni qizimdan ustun qo'ymayman. Kelajagim uchun shunday qilyapman. O'g'lim menga ko'p pul olib keladi. O'g'liga muhabbat chegarasi yo'q onam. U eri va qizisiz yashay oladi, lekin o'g'lisiz yashay olmaydi. Buni adolatsizlik deb o'ylasang, bavingni ko'paytir. Hoy odamlar, men chiqindidan saralayotgan edim. Odamlar axlatlarni istalgan joyga tashlaydilar. Biz yaqinda yetkazib berish xizmatlarini olamiz. Mensiz mahalla axlatxonaga aylanadi. Nega ovqat vaqtida axlat haqida gapirasiz? Bu mening dadam. U mening yagona yordamchim, lekin hech qanday kuchga ega emas. Tez-tez ovqatlarni yetkazib berishga ko'maklashishingiz kerak. Yana menmi? Akamchi, baholaringni hisobga olsak, biznesga yordam berishing kerak. Bu yaxshimi? Ha, ajoyib. Bu mening 20 yoshli akam. U tibbiyot maktabida tahsil oladi. U onamning faxri va mening dushmanim. Bu esa men, Hoguhi, 17 yoshdaman. Hech narsaga erishmagan bekorchi qiz. Asro o'zi shu binoga ko'chib keldimi? Kechirasiz, tovuq buyurtma berganmidingiz? Kimdir tovuq yarmiga buyurtma berdimi? Kechirasiz, tovuq yarmiga buyurtma berdingizmi? Ha, men bu yerdaman. Buyurtmangiz 10.700 won. Juda issiq. 1 daqiqa, hozir qadringizni beraman. Yo, xudoyim, nima gap? Bu nima edi? Sizda yetarli mablag' yo'q. Pulingiz yetmayapti. Bu nega ishlamayapti? Iltimos, chetga chiqing. Men 2 kishi uchun to'layman. Rahmat. Bu men va u uchun. Rahmat. U bizning maktab formamizni kiyib olibdi. Siz kartangizni skanerlashingiz kerak. Ha, albatta, hozir 1 daqiqa. Menda boshqa yo'l yo'q, so'rab ko'raman. Kechirasiz. Keyingi safar qaytarib berishadi bilan menga to'lay olasizmi? Kartangizni qazib berib turing. Kimdir hali ham to'lamagan. Xohlamayman. Janob, bir martaga ruxsat bering. Men uni qayta yuklashni unutibman. Men bitta talaba uchun to'layman. Jimir, siz nega oldinroq to'lamadi? Birinchi kunimda yo'q shunday gaplar ish.